Assalomu alaykum hurmatli savoddoshlar. Tayba darsxonamizga xush keldinglar. Biz bugun balog'at darsligimizning 9-darsini o'qiymiz. Biz ilgirki soatlik darsimizda ilmul maanining 4-bobi bo'lgan at-ta'rif va at-tankir haqida to'xtalgan. Endi biz bugungi darsimizda ilmul maanining 5-bobi bo'lgan al-itloq va at-taqid haqida to'xtalamiz. Unda bo'lsa biz darsimizni boshlaylik. Al-babul khamis fil itloq va at-taqid. Bismillahirrahmanirrahim. Hamda itloq va taqid. Itloq va taqid degan nima deganda, itloq deganimiz mutlaq degan gap. Taqidcho shartlik yoki shartlik qilingan degan gap. Ammo buningki hozirgi men degan lug'at ma'nosi buni bizning bu yerda so'zlaydigan ma'nimiz emas. Biroz yaqin kelsa-mu, lekin u emas. Unda bo'lsa, bu itloq degan nima degan chog'imizda biz ilgirki soatlik darsimizda dedik. Bir cümle iki xil asosiy to'rikdan tarkib topadi dedik. O qaysi musnadun ilay va musnad. Masalan, Muhammadun talibun desam, Muhammad musnadun ilay, talibuncho musnad oldu. Endi bir cümledeki iki rukniga hech qanday narsa ziyoda bo'lmagan bo'lsa, bunun buldu mutlaq cümle oldu. Çünkü bunun ma'nosi mutlaq, hech qanday shart yo'q, chigish yo'q, hech qanday nima yo'q, taqid yo'q. Mesela Muhammedun talibun desem, Muhammed o'quvchi. Bu bir mutlaq so'z. Men Muhammedni yangi o'quvchi deb sifatlamedim, yoki konu o'quvchi deb sifatlamedim, yoki uni boshqa bir xoslimidan boshqa xil yo'llar bilan. Demak, jumladagi musnad va musnadin ilayhqa hech qanday narsa ziyoda qilinmasa, buni qanday jumla bo'ldi? Mutlaq jumla bo'ldi. Endi jumladagi musnadun ilayh va musnadga bir narsa ziyoda qilinib qolsa, mayli u sifat olsun, mayli u maf'ul olsun, mayli u ta'kid olsun, mayli u badal olsun, shuningga bir chigish, taqid, bir narsa ziyoda bo'lib qolsa, buning bo'ldi taqid bo'ladi. Unda o'sha biz kitobimizni qaraylik. Itloq deganimiz nima deganda, iza uqtusira fil jumlati ala zikri juz'ayha al-musnad ilayh huwa al-musnad fal hukm mutlaq deydi. Agar jumlada kifoyalansa musnadun ilayh va musnaddan iborat ikki parchasini so'zlashga bu yerdagi hukm bo'ladi, mutlaq bo'ladi. Diqqatda, agar jumlada musnadun ilayh va musnaddan iborat ikki parchasini so'zlashga qanday qilinsa, jumla kifoyalansa, ya'ni jumlada faqat ikki parchasi so'zlangan bo'lsa, fal hukm mutlaq. Bu jumla hukmini bo'ladi, mutlaq bo'ladi. Buni biz mutlaq jumla deymiz. Masalan, Muhammadun talibun. Muhammad o'quvchi. Bu jumlada faqat va faqat ikki parchalar bor. O qaysi? Musnadun ilayh va musnad. Undan boshqa hech qanday narsa yo'q. Demak, bu jumla faqat ikki parchasi qanday qilindi? Kifoyalandi. O'qtusira, kifoyalandi. Demak, bu jumla biz qanday jumla deymiz? Hukm jihatdan mutlaq jumla deymiz. Taqid cho desa, taqid deganimiz dal buning aksi iza zida alayhima shay'un mimma yata'allaqu bihima aw bi ahadihima fal hukm muqayyad. Agar u ikkisiga, qaysi ikkisiga, musnadun ilayh va musnad ikkisiga bir narsa ziyoda qilinsa, u ikkisiga aloqador bo'lgan yoki birisiga aloqador bo'lgan. Fal hukm muqayyad. Hukmni bo'ldi, muqayyad bo'ladi. Masalan, Muhammadun talibun jadidun. Muhammad yangi o'quvchi dedim. Demak, jadid degan bir sifatni keldim, bu musnadga aloqador bir narsani qanday qildim? Ortiq qildim. Bu jumlani demaymiz, mutlaq demaymiz, muqayyad deymiz. Chunki bu jumla mutlaq emas. Agar men Muhammad talibsam, Muhammadni konu o'quvchi, yangi o'quvchi deb hammani o'z ichiga oldi, shunday qo'y. Ammo jadid deb qo'ysam, buni biz taqid qildik. Azaq chigib qo'ydik. Taqidning asli mensa chigish degan ma'noda. Endi bu taqid ne tushundik? Mutlaqni tushundik. Taqid nimalar bilan bo'ladi? Nimani ziyoda qilsak taqid bo'ladi deganda, endi biz buni biroz tafsiliy so'zlaymiz. At-taqid yakunu bil maf'ul. Maf'ullar bilan bo'ladi. Maf'ullar bilan bo'ladi. Masalan, daraba Zaydun yoki zahaba Zaydun desam, Zayd keldi desam, bu jumla biz mutlaq deymiz. Chunki bu jumlada faqat musnad va musnad ilayh bilan bor. Ammo daraba Zaydun Amran desam, Zayd Amirni urdi desam, bu jumla biz muqayyad deymiz. Mishqa maf'ulun bih keldi. Demak, buningda musnad va musnad ilayhga bir narsa qanday qilindi? Ortiq qilindi. Shunga maf'ullarning bo'ladi, taqid qiladi jumlani. Masalan, maf'ulun mutlaqda darabtu, shundaqo darabtu urdum desam, bu jumlada daraba degan fi'il musnad ba, tu degan fa'il musnad ilayh ba. Bu mutlaq. Udum.
Astı udummu, qattiq udummu? Birini sap to'xtadimmi, ko'p udummu? Hech qanday nimasi yo'q. Bunun taqiyitlik yo'q. Hech qanday buni bir bog'laydigan taqiyitlik yo'q. Ammo darabtu, darabat desam, maf'ul mutlaqni keldim. Ko'p udum. Demak, buni ko'p degan bir so'zlar qanday qildim? Chekdim. Shart qildim. Shunaqo. Yoki darabtu darban. Qanday qildim? Qattiq udum deb, ya'ni maf'ul mutlaqni keldim. Nimishqa? Li bayani naw'il fi'l. Urush degan iboratdan bu fe'lninki turini bayon qilish uchun, qattiqlikni iborat turini bayon qilish uchun. Demak, maf'ul desak, uni maf'ul mutlaq kiradi, shunday maf'ul bih keldi. Masalan, li bayani naw'il fi'l deganimiz maf'ul mutlaq yoki maf'ul bih aw ma waqa alayhi deganimiz shu maf'ul bih, aw fi degan maf'ul fi yoki li ajlih maf'ul lah yoki aw bi muqaranatihi yoki maf'ul ma'a. Demak, taqid nimalar bilan bo'ladi? Maf'ulun mutlaq bilan bo'ladi, maf'ulun bih bilan bo'ladi, maf'ulun fihi bilan bo'ladi, maf'ulun lahu bilan bo'ladi, maf'ulun ma'ahu bilan bo'ladi. Demak, bir jumlada fi'il, fa'il kelgan bo'lsa, bu jumla mutlaq. Agar fi'il, fa'il, maf'ullarning biri kelgan bo'lsa, bu jumla muqayyad bo'ladi. Ikkinchisi navasixlar. Af'alun nasixa deymiz-ku, masalan, kana, shundaq-ku. Kana, laysa, ma yazalu deganga o'xshagan shu ismliq jumlaning beshiga kirib, ismini o'zining ismisi qilib pesh qildigan, xabarini o'zining xabari qilib pesh qildigan bu fe'illarni bir jumla qanday qiladi? Taqid qiladi. Masalan, Muhammadun talibun desam, Muhammad o'quvchi degan gap bo'ldi. Bu mutlaq jumla. Musnad va musnadlikka hech qanday narsa ziyoda qilinmaganlik. Endi qo'pab, kana Muhammadun taliban desam, bu jumla muqayyad deymiz. Chunki men Muhammad o'quvchi edi deb uni o'tgan zamonga bog'lab qo'ydim. Bu mutlaq bo'lmadi bu. Shundaq-ku. Demak, navasixlar nima bo'ldi? Bu taqid qildigan amillar bo'ldi. Masalan, lil aghrad allati tuaddi ma'ani alfaz nawasikh. Hamda nasikh labzlar ma'nilari iboradigan g'arizlar uchun bo'ladi. Nimaga taqid qiladi? Biz navasikhlarni jumlani taqid qildi dedik. Nimaga taqid qildi desak, shu navasikh labzlarning ma'nilari iboradigan maqsadlarga taqid qiladi. Xuddi ma yazalu o'xshagan. Ma yazalu Muhammadun na'iman desam, Muhammad hali ham uxlayotdi desam, Muhammadning uxlayotganligini hali ham degan bir hozirgi vaqtga qana qildim, bog'ladim. Agar Muhammadun na'iman desam, na'imun desam, Muhammad uxlayotdi desam, bu hozirmi, o'tganda uxlaganmi, bu mutlaq. Shundaq-ku. Ammo ma yazalu degan bir navasix fe'lini akasam yoki kanini akasam, bu nimaga o'zgaradi? Taqidlik jumlaga o'zgaradi. Demak, nasikh fe'llarningki ma'nosi nima bo'lsa, shuningga taqid qildik deymiz. Üçüncüsü şartlar. Şartlar bilan taqid bo'ldi. Masalan, nimalarga taqid qildi? Shart nimani ifodalasa, shu ma'noga taqid qiladi. Masalan, lil aghrad allati tuaddi ma'ani adawat ash-shart. Shartning vositalarining ma'nosi iboradigan maqsadlarga taqid qiladi bu. Masalan, zamonga o'xshash, masalan, mata tusafir, usafir desam, qachon safar qilsangiz safar qilaman yoki mata akul akul, nima yeysangiz yeyma. Agar akulsam yeyma degan bo'ldi. Usafir desam safar qilaman degan bo'ldi. Bu mutlaq. Shunday, ammo mata tusafir, usafir desam, qachon safar qilsangiz safar qilaman desam, mening safar qilishimni sizning safar qilishingizga bog'ladim, taqid qildim. Demak, shartning ma'nosini nimani ifodalagan bo'lsa, shu ma'noga bog'lagan bo'ladi. Wal makan, masalan, makonga o'xshash, masalan, aynadiki. Masalan, ayna tajlis, ajlis. Masalan, desam, nada o'ltirsangiz o'ltirma dedim. Agar men ajlis desam, o'ltirma degan bo'ldi. Mutlaq. Nada o'ltirsam. Ammo ayna tajlis, ajlis desam, qayerda o'ltirsangiz o'ltirma desam, mening o'ltirishim nega bog'ladim? Sizning o'ltirishgan o'rningizga bog'ladim. Yaningizga bog'ladim. Kayfama deganga o'xshagan. Demak, shartning ma'nolari nimani ifodalasa, shu ma'nolarga bog'langan bo'ladi. Taqid ma'nosi chegash bog'lash degan ma'noda nepi bilan qanday qilinadi? Taqid qilinadi. Masalan, xususiy yo'lga asosan yakunu bi salbin nisba. Nisba degani hukm, mazmun degan gap. Mazmunni salbiy qilish bilan bo'ladi. Xususiy yo'lga asosan u nepi harflari ifodalaydigan narsalardan. Ya'ni nepi harflari nimani ifodalasa, shu yo'lga asosan jumlaning mazmunida musbatlikni, ya'ni musbatlik qilish bilan bo'ladi. Masalan, la akaltu, yedim shundaqo. La akaltu desamchi, yemedim. Va ma zahabtu, qanday qilmadim? Bormadim. Inmu napini ifodalaydi. Lanchu albatta napini ifodalaydi. Lamma. Ma innmu napini ifodalaydi g'ayr ba.
Demek bu nepi harfleri bir işninki bo'lmaganligidan iborat bir narsaga qanaqa qildi? Bog'laydi. Asli bir jumla mutlaq degan gap o quyvetilgan, hech qanday chegish bo'lmagan degan gap. Ammo buni biz nepi qilyaptik, bir nepilikdan iborat bir uqumni qanday qildik? Bog'ladik. Yakunu bisalbin nisba ala wajhin maxsus mimma tufiduhu ahrufun nafi deydi. Nepi harfleri ifodalaydigan, ya'ni uni nepi harfleri ifodalaydigan xususiy yo'lga asosan mazmunni salbiy qilish bilan, ya'ni bulusiz qilish bilan bo'ladi. O taqid. Ondan keyin taqid tavabilar bilan bo'ldi. Tavabilar degan qaysisi? Tavabilar deganimiz sifat, badal, tavkid, shundaqo. Ya'ni cho masalan ashu sifat olsun, badal olsun, qaysi xil tavabilar olsun, bularning hammasi nima mazmunni ifodalasa, nima ma'noni ifodalasa, shu ma'noga, shu mazmunga bog'lanadi, taqid qilinadi. Masalan, deydi lil aghrad allati tuqsadu minha. Onundan maqsad qilingan maqsadlarga, g'arazlarga taqid qilinadi, bog'lanadi deydi. Masalan, na'tida nima maqsad qilinadi? Na'tida tamiz, farqlantirish. Masalan, Muhammadun talibun desam mutlaq hukm. Ammo Muhammadun talibun jadidun desam, konu o'quvchilardan Muhammadni qanday qildim hozir men farqlantirdim. Demak, talib degan bu o'quvchi degan bu mavsuf sifatlanuvchini yangi degan sifat bilan farqlanishdan qanday qildim? Bog'ladim. Hadara Aliyun al-katibu. Ali keldi dedim. Qosili kelganda al-katib qanday qildim? Sifatladim. Demak, bu yerda tamiz, farqlantiruvchi paydo bo'ldi. Farqlanish paydo bo'ldi. Va tahsinni ifodalaydi sifat. Qanday vaqtda? Nakira bir so'zni sifatlagan vaqtda. Masalan, jaa talibun desam, bir o'quvchi keldi. Qaysi o'quvchi? Aniq emas. Ammo zakiyun deb sifatlasam, dört o'quvchi emas kim? Zirak o'quvchi keldi degan bo'ldi. Garchi muayyanlashmasimi, bundan dötlar chiqib ketadi. Ya'ni xoslashadi bir oz. Ta'kid masalan tilka asharatun kamila. Ashu 10 dedik. Yani kamila to'liq deb qanday qildik? Ta'kidladik. Asli tilka ashara desak, 10 desak, tilka musnadun ilay ashara musnad bo'ldi. Kamila deb buni ta'kidladik. Bu jumla hukmini bilib ketdi. Muqayyad. Atfin nasaq. Shundaqa tavabininki yana birisi. Bu shu atf harflari ibaradigan, ya'ni ifodalaydigan g'arizlar uchun bo'ladi. Masalan, va yakunu lil aghrad allati tuaddi ahraful atfi. Atf harflari ifodalaydigan g'arizlar uchun bo'ldi. Badalcho, badalni albatta biz nima uchun ishlatdik? Izohlash uchun. Shundaqa. Val badal yakunu li ziyadati at-taqrir wal idah. Badal taqrir, ya'ni iqror, bekitishni ziyoda qilish va ro'shanlashtirishni ziyoda qilish uchun bo'ladi. Masalan, najaha ibni desam, balam imtihondan o'tdi desam, meni bir qancha balam bor. Qaysi balam imtihondan o'tganini qolmaydi, anglovchi. Shundaqo. Najaha ibni Ali desam, o'g'lim Ali imtihondan o'tdi desam, bu yerdagi Ali bo'ldi, badal oldi. Demak, agar najaha ibni degan bo'lsam, bu jumlada mutlaq bo'ladi. Ammo Ali deb bir nima bilan qildim? Badal bilan buni taqid qildim, ya'ni bog'ladim. Bu jumla bo'lib ketdi, muqayyadlab ketdi. Demak, mutlaq deganimiz uyotmizga shu mutlaq hech qanday bir bog'lovchi yoki qo'shimchadan xoli kelgan jumla. Muqayyadchi uningga ya tabi yoki mafail yoki nawasix yoki shart yoki nafi aralashib qolgan jumla bo'lsa, bu muqayyad jumla bo'ladi deymiz. Xudo o'zi bizningki bugungi taqyid va itloq, ya'ni muqayyad yoki mutlaq haqidagi darsimiz mushada oxirlashdi. Buning oxirida ko'nikma berilgan, buni sizlar ishlaysizlar. Masalan, birinchisi اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي. Tuandakilerin doğru cevabını tanlang. Jaa Zaydun rakiben. Bu cümledeki Zayd ulaqqa mingüchi bo'lgan holatda keldi. Bu jumla mutlaqmi, muqayyadmi? Agar mutlaq bo'lgan bo'lsa, rakiben kelmaslik kerakdi. Men Zayd ulaqqa mingan holatda deb Zaydninki kelish holatini ulaqqa bog'ildim, taqid qildim. Bu jumla bo'ldi, muqayyad bo'ldi. Mushuning o'xshagan ayrisizlar, bu oson. Unda bo'lsa vaqtashlar, kelarki soatlik darsimizni ko'rishaylik. Assalomu alaykum. لو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت